mana bu manzarani ko'ringlarchi. Nima? İlk odamni nusxalari deyishyapti. To есть bizni tosh davriga oid bo'lgan eksponatlar ekan. Mana bu tosh davri haqida gapiradigan eksponatlar. Mana bular mana toshga o'yib yozilgan rasmlar, chizilgan. Mana shunaqangi chiroyli manzaralar. Ko'ringlar, quvnanglar, mazza qilinglar. Mana nima aytishlari bo'yicha Skoblev nimasi ekan. Ofisida mana shunaqangi mebellar turgan, mana shunaqangi bir komfort bo'lgan deyishyapti. Bechora xalqim paxta terib dalalarda sarson bo'lganda Skoblev mana shu manzilda o'tirib, mana shu komfortda yashab, o'zini ishini, qonxo'rligini davom ettirgan ekan deb aytsak ham bo'laveradi. Mana bu yerda Razzoq Rahmon, qo'zg'olon qatnashchisi, Laylayev Mavlon, qo'zg'olon qatnashchisi, To'raxo'jayev Umarxon, тоже Mutaliyev Mo'minjon, тоже. Mana bu yerda ham shunday insonlar, mana bu manzaralarni ko'ringlarchi. O'zimizni choponlar, yaktaklar. Bu Skoblevda o'sha haykal ekan. Mana bu kartinkalarga e'tibor berishlaringni so'rayman. Mana haqiqiy tarix sizlarga. Tarix haqida so'zlovchi suratlar. Bu o'sha Qo'qon aravani zamonaviy qilib o'sha rezinka kiygizilgan payt ekan. Rezinkalar paydo bo'lgan desa ham bo'laveradi. Haligi ustiga rezinka qoplab peshadi. Rukami deyapsizmi? Qo'l bilan teginmen deyapsiz. Bo'ldi opajon. Wow, ana o'zimizni zamonaviy tarix deydimi buni? Temirchilik ustaxonalari. Charxpalalarga qaranglar, mana ip charxpala deyman, ip yigiruvchi nimalarda. Qo'l charxida, charxda. Mana zebigardonlar deydimi buni, nima deydi? Men bilib olmayman, lekin tarixda mana shunaqangi taqinchoqlar taqishgan ekan ayollarimiz. Mana sopol yasayotgan usta, harma buyumlar. E'tibor berasizlar, haykaltarosh shunday ruh berilganki bu narsalarga, ko'rib hayron qolasiz. Realni insonni qotirib qo'ygan deb o'ylaysiz, ko'rsangiz, yonidan ko'rsangiz. Mana bu insonni qarang. Ivan Grozniyga o'xshaydimi, yo'qmi mana shu? Aytib ketarsizlar. Ivan Grozniy manda rasmlari bor, Ivan Grozniyni haligi ko'rganman aniqroq, manda o'zi xuddi mana shunaqangi holatda bo'lgan, faqat uni boshida do'ppisi bo'lmagan edi. O'zimiz shogird bo'ladi bu. Mana tarixiy qilichlar bor ekan bu yerda. Mana katta qovoq ko'rganmisizlar? Mana qarang, qovoqning ahvolini qarang. Mana qo'limni yaqinlashtirib ko'rsataman. Tegish mumkin emas ekan, shuning uchun teginmayapman. Realniy bunaqa narsalarda впервые я увижу. Mana nima deyapti, qayiqchamiz. O'sha davrda adashmasam farzandlariga haligi biz barglardan yasagan qayiqchalarimiz bo'lardi. Otalar bir
ish qilishmagan, biror joyda ishlashmagan, farzandlariga shunaqa qayiqchalar yasab berib o'tirishgan bo'lsa kerak degan o'yga ham keldim. Chunki juda chiroyli yasalgan. Mana ular o'sha nima miltiqlar, mana ularni qaranglar endi. Qalqon, nayzani ham nima toldirmasdan yasab berishibdi endi. Mana nayzani uchi. Mana bu qalqoni, bu kamonlarini qaranglar bularni. Mana shu narsalar bilan ajdodlarimiz yashaganda endi shu manzillarda. Mana bularni o'yib yozishgan minora. Tak. Qadimgi O'zgan loyihasi. O'zgan loyihasi bor ekan bu yerda. O'zgan shahridagi mozor. Shu mazza narsalar bor ekan. Kelinglar, farzandlarni olib kelinglar, bir ko'rsatinglar. Men ham o'ylab yurib aytaman-da. Farzandlarni bu yerga olib kelsangiz, bir farzandlar mazza qilib ketadi. Farzandlardan ham ko'ra o'zingiz mazza qilasiz. Mana bu skelet o'sha archa daraxtiga archa daraxtidan tobut qilingan ekan. Shundaycha topilib, shundaycha saqlangan ekan. Erkak jasad deyishyapti. Mana bu qurollar uni yonidan topilgan. Kamonni chizib qo'yishgan ekan u, qilich. Yonida pichoq turibdi, pichoqlar. Mana shu narsalar shu nimadan topilgan ekan. Men baribir mana bu narsaga vobshe qoyil qoldim. Vobshe yasab olgan ustaning ishiga bir baho bering. Shunchaki hozir qanaqa ko'rinyapti sizga bilmayman. Usta irillatib olgan ekan, bor mehrini berib olgan ekan usta. Buni bir qaraganda oddiy yasashga o'xshaydi, lekin realniy zo'r yasab olgan ekan. Mana shu manzil bizni nimamizdan, tariximizdan yana gapiradigan, mana bizni bir paxta davrlarimizni esga soladigan davrlar ekan. Orqasiga qaranglar, haqiqiy tuzorlar, traktorlar, двухприцепный traktorlar, yana xirmonlarigacha bor ekan. Bir ko'ringlarchi, nima deyapti bu manzara. Endi mana bu paxta teradigan traktorlar endi kirib kelgan davrlarda yodga solsa kerak-ku, lekin bizga kirib kelmagan u. Ekspeditsiya zali ekan, ko'ringlarchi. Buni ham ko'rsatay, mana yorug' bir nimalar. Wow, maytda mana. Bu adashmasam yangi bo'lsa kerak. Chunki bunaqa viddagi nonlar men bilaman yaqinda udumga kirdi. Bu tarixdan deb o'ylamayman. Mana askarlarda Sovet askari kaskasi ekan, suv idishi, pistoleti, bu ham kaskasi, miltiq nayzasi deyishyapti. Durbin, binokl, sumka, nemetskiy avtomat ekan, kaska, bu ryukzak nemetskiy ekan. Mana nima deyapti endi? Mana qurolga e'tibor beringlarchi, vintovka ekan. Vintovka. Granata, по-моему, пустой. Tankga qarshi otiladigan o'qlar, minalar, mina parchalari, gilza deb qo'yishibdi. Men gilzaning nimaligini ochig'i bilmayman.
furashkalar. Mana bu kichik komandirlar shunaqa kiyimlarda yurishgan ekan. Xo'p. Telefonli apparat, Valiyev Sirotjon, Ahmadjon Shukurov, Teshaboy Odilov, Usmon Ro'zimatov, To'xtasin Ahmedov. Yana o'sha telefon apparatlari ekan. Bunisi ratsiya deyishyapti. Bunisi patefon deb qo'yishibdi. Endi bunisi radio priyomnik ekan. Shunaqa qilib sekin sizlarga ko'rsatib o'tiraman. Endi zerikib qolmasdan o'zlaring kelmaganlaringga yarasha bir ko'rib bir zavqlaninglar degan. Bu yerda mana marhum ustozlar Sherayev Mamasidiq, Qamchibayevichni xotiralariga, по-моему, shu yerda bir go'zal maskan barpo qilishibdi. Rahmat Farg'onamiz insonlariga. Bunday insonlarni albatta tarix unutmaydi. Mana bu insonni abadiylashtirishga albatta ofarin, respekt mana shu qilgan ishlari uchun. Mana bu yerda Lagan bu kishini xotiralariga qilingan joylar ekan. Manzilni ko'ringlar-chi, nima deyapti bu manzil? Kimdir sog'inadimi mana shunaqa nimalarni, davrlarni? Prosta nima, sog'incham qanaqa bo'ladi? Bir yoshligingizga qaytasiz. Mana o'sha ota-bobolari bilan yashagan davrda, ular tirik edi, bir mazza edi sizda. Mana bunaqa patnislarda olib kelib choy ichardik, sandalda o'tirib eslasizlarmi? Tarix haqida gapiradi deyapman. Bu nimani eslatadi, prosta eslatadi haqiqatda baxtli kunlar bo'lganini. O'sha damlarda biz hech narsaga bir ehtiyoj sezmaganimiz haqida gapiradi bu suratlar. Mana bu eksponat nima deyapti? Ko'ringlar-chi. Mehmonxonani to'g'rida haligi akvariumni oldiga qo'yib qo'ysiz bo'laveradigan eksponati. Nima deysizlar? Buni yasalganiga e'tibor beringlar. Bir did bilan yasab qo'yilgan. Bular endi o'sha o'zimizni ustalar tomonidan yasalgan kursilar. Bularni podrobniy ko'rsatib o'tiribman, chunki bular hozirgi kunimizda ham bor, bularni topsa bo'ladi. Shuning uchun juda bularga to'xtalib o'tirmayapman. Mana bu yerda ko'zalar. Mana ko'zalar. Mana bu narsani uyga qo'yib qo'ysiz nima deydi ekan? Mana bularni qarang, chiroyliligini bular. Mana uni yasagan ustani san'atiga bitta qoyilim deb qo'ysiz bo'ldi. Qoyilim deganingiz bitta laykim deganingiz bo'lsa kerak. Shatgacha ko'ryapsiz-ku, layk bossangiz ham bo'laveradi. Mana uni qarang-chi, nima deyapti bular. Mana endi mana shu yerdan to'g'ri galereya bo'limiga o'tamiz. Galereya bo'limida bir narsalar ko'rsataman. Mana rassomlarimiz tarafidan yaratilgan go'zal kartinkalar. Bular shunchaki odamga zavq beradi, bir tomosha qilishlaringni xohladim. Non yopayotgan onaxon o'sha davrlar, bir nostalgiya. Mana bu tandir o'choqlar. Mana bu supalar, mana bu soy bo'yidagi supada o'tirgan onaxon tasvirlangan surat. Mana bu ko'chaga chiqqisi kelib, lekin chiqa olmayotgan
ehtimol bir ko'nglida dard bilan turgan qizaloq surati. Respekt rassomlarimizga. Go'zal kuz manzaralari. Va bu choyxonada otaxonlarda o'tirishiga nima deysizlar? Hovuzli bo'yida, hovuzni ustida. Вообще zo'rmi? Nima deysizlar? Galereyalar bo'limi. Men mana shunaqangi manzarani Rishtonda yaqinda borganimda his qilgandim. Bog'larning o'rtasida so'rini qo'yib olib, qumg'onda choyni qaynatib, qozonda oshni damlab yeganimizda shu manzarani his qilganman. Mana insonlarning o'tirishlarini qarang. Jonlantirib yuborgani shu nima? Rassom, to'g'rimi? Jonlantirib yuborgan. Bunisi nima deyapti? Chodakka o'xshaydimi? Uzoq kutilgan diydor deb nomlangan surat ekan. Tasavvur qiling. Otaxon kelyaptilar, yana quruq yemayaptilar, qo'llarida sumka bilan kelyaptilar. Do'stlaridir, ehtimol birodarlaridir, kutib olyaptilar. Rassom shu detallarigacha e'tibor berib chizgan. Otaxonni qo'liga tugum berib, o'sha ikkita nonini berib, rassom bir jonlantirgan deb o'ylayman bu manzarada. Bular o'sha bunaqa suratlarga ta'rif beraman bo'lmaydi. Shunchaki tomosha qilsangiz odam o'zi uchun o'zi ta'rif yaratib oladi. Mana nostalgiyani endi aytmay qo'yaver-ya. Tushundilaring-a o'zlaring. Kimdir mana shunaqa qilib choy qaynatganmi? Menda bo'lgan lekin. Bo'lgan. Mana hayot. Hayot haqida gapirgan suratlar. Eng katta taassurot qoldiradigan surat bo'ldi mana shu surat menda. Bizni ayni damda insonlarimizda yetishmay turgan mehr oqibatni ko'rsatadigan surat ekan bu. Shuning uchun ikkinchi marta ko'rsatishga qaror qildim. O'zi suratning nomi ham uzoq kutilgan diydor deb nomlanar ekan. Shuning uchun sizlar ham e'tibor berib ko'rib, bu ruhlaringni mazza qildiringlar, tanalaringni yayratinglar. Rahmat. Mana bolalar, kasbimni bilasizlar, aylanib mana shu joyga kelib qolaveraman-da men. Nima deyapti bu? Mana nima zamonaviy o'zbek nonlari deydi-yu, zamonaviy. Nima deyapti bu nonlar? Bir ko'ringlarchi. Ustalarda san'atiga nechi? Realni qoyilizmi ustalarda san'atiga? Qoyil qolyapsizmi? Mana azizlar, realni kelinglar, nima bir ko'ringlar bularni, farzandlarni olib kelinglar. Realni chiroyli joylar. Eng asosiy narsa qolib ketishiga hozir bir bahya qolibdi. Yana kelamiz u makonlarga. Mana uni qarang. Farg'ona kanalining maketi ekan. Mana. Adashmasam bu boshlanish nuqtasi bo'lsa kerak. Tarixdagi tangalar mana dollar o'rnida ishlatilgan tangalar bo'lsa ham ajab emas. Temuriylar davriga oid ekan. Bu xaritani ham bir ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana bu buyumlarni ko'ringlarchi, nima deyapti?
Bu o'sha davlat muzeyi tashkil topganda dastlab keltirilgan eksponatlar bo'lar ekan. Shu yog'ochdan qilingan, yog'ochdan yasalgan chiroyli narsalar. Bu yerda endi foto albom. Mana bular endi o'sha muzey xodimlari ilmiy ekspeditsiyalar davomida topgan arxeologik buyumlar ekan. Bular endi o'sha sopol buyumlar, sopol ko'zalar. Bu yerda o'sha galereya yana. O'sha zamonaviy galereya desa ham bo'ladi. Muzey realni chiroyli. Mana osmonga boqinglar, o'sha realni chiroyli. Bir ko'ringlar. Kelinglar, kelishni tavsiya qilaman doim. Kelib farzandlarni olib, bunaqa go'zal maskanlarda ko'zni ayratib, dilni quvnatib ketasizlar degan umid bilan yozyapman. Mana muzeyda ko'rinishi, bu yoqda Marg'ilon soyto'yxonasi bor. Bu tomonda o'sha Ahmad al-Farg'oniy haykali deymiz, shu. Bu o'sha ro'paramiz katta Farg'ona bog'i. Manzil shu. Farg'onaning sentrida deyiladi. Mana oldi ko'rinishini ham sizlarga bir ko'rsataman. Bugun yaxshi nima turistlar va o'zimizni O'zbekistonning xodimlariga mana shu muzey kelinglar, bir farzandlar bilan mazza qilib, miriqib dam olinglar. Shu orada mana aytib o'taman, Farg'onada bog'ning ichida qurilish ketyapti. Bilmayman, yer topisholmayaptimi, shu yerga qurilish qilishyapti. Mana muzeyimiz. Bo'ldi, shu video kelinglar, ko'ringlar, like bosinglar, komment yozinglar, fikrlaringni bildiringlar. Yana nimalar haqida video chiqishini xohlashlaringni aytsalaring. Men endi bekorchiman bundan buyog'ida. Bir oy ishdan dam olar ekanman, ta'til oldim. Shuning uchun shunaqa manzillarni sizlarga ko'rsatib yuraman degan umidim bor. Sog' salomat bo'linglar. Yana bir marta aytaman, farzandlar bilan tashrif buyurish kerak. Bu o'zlaring uchun bir esdan chiqmas tarix bo'lib qoladi. Salomat bo'linglar.